Chol va dengiz. Ernest Hemingwayni eng sevimli adiblarimdan biri deb hisoblayman. Deyarli barcha kitoblarini o'qib chiqqanman desam adashmayman. Bular ichida eng yengil o'qiladigan va shu bilan birga o'zida juda katta yukni ko'targan asar shubhasiz Chol va dengizdir. Yozuvchiga Nobel mukofotini ham aynan shu asar olib kelgan. Bolaligimda bu kitob ta'sirida hattoki do'stlarim bilan yog'och so'l yasaganman. Kanalda oqib o'zimni asar qahramoni sifatida tasavvur qilganman. Baliq oviga borsam hamisha yodimga kelardi. Qaytib kelib esa o'zimga yoqqan eng ta'sirli dialoglar qismini qayta o'qirdim. Chol va dengiz. Amerikalik yozuvchi Ernest Hemingwayning 1952-yilda Bagama orollarida yozilgan va nashr etilgan romani. Hemingwayning hayoti davomida nashr etilgan so'nggi taniqli asari. Kubalik baliqchi keksa Santyagoning hayotidagi eng katta o'ljaga aylangan ulkan Marlin bilan ochiq dengizdagi jangi haqida hikoya qiladi. Asarning kitob versiyasi 1952-yil 1-sentyabrda chop etilgan. Tiraj 50 ming nusxadan iborat bo'lib, Charles Tanicliffe va Raymond Shepardlar chizgan oq-qora rasmlar bilan boyitilgan. 1953-yil may oyida Hemingwayni faoliyati uchun Pulitzer mukofotiga, 1954-yilda esa adabiyot bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'ldi. Chol va dengizning muvaffaqiyati Hemingwayni dunyoga mashhur qildi. Asar hozir dunyoning ko'p davlatlarida va maktablarning adabiyot darslarida o'rganilmoqda. Santyago ismli chol Kubadagi kichkina baliqchi qishloqda yashaydi va yolg'iz o'zi baliq tutadi. So'nggi marta u 84 kunni dengizda o'tkazgan, ammo hech narsa tutolmagan. Ilgari Manolin ismli bola u bilan baliq ovlagan. U cholga juda ko'p yordam bergan. Ammo bolaning ota-onasi Santyagoni omadsiz deb hisoblab, o'g'liga boshqa qayiqda dengizga borishini buyurgan. Chol Manolinga baliq ovlashni o'rgatgan va bola Santyagoni yaxshi ko'radi. Unga yordam berishni xohlaydi. U xo'rak uchun sardina sotib oladi. Cholning kulbasiga ovqat olib keladi. Chol azaldan qashshoqlikka ko'nikkan. Ular bola bilan baliq ovi hamda taniqli beysbol o'yinchilari haqida suhbatlashadi. Kechasi chol yoshligidagi Afrikani va qirg'oqqa chiqqan sherlarni tushlarida ko'radi. Ertasi kuni ertalab chol baliq oviga boradi. Bola unga yelkanni ko'tarishda, qayiqni tayyorlashda yordam beradi. Cholning aytishicha, bu safar u omadga ishonadi. Baliq ovlovchi kemalar birin-ketin qirg'oqdan suzib dengiz tomon yo'l oladi. Chol dengizni yaxshi ko'radi. Uni ayol kishini eslagan kabi entiklik o'ylaydi. Ilmoqqa xo'rakni ilgandan so'ng Santyago qushlar va baliqlar bilan xayolan muloqot qilib, asta-sekin suzadi. Yolg'izlikka o'rganib qolgan chol o'zi bilan o'zi gaplashadi. Oldin o'zi yolg'iz qolganida u kuylardi.
U ba'zan hatto tunda katta yelkanli qayiqlarda suzganda yoki toshbaqalarni ov qilganda ham qo'shiq aytgan. Chol okeanning turli jonzotlarini biladi va ularga juda yumshoqlik munosabatda bo'ladi. Avvaliga Santyago kichkina tunis baliqni ushlaydi. U tunislarni suvrini atrofida uning xo'raklarini yaxshi ko'ruvchi katta baliq bor deb umid qiladi. Ko'p o'tmay chol qarmoq o'rnini bosadigan yashil novdaning yengil silkinishini sezadi. Qarmoq ipi pastga tortila boshlaydi va chol qo'lga tushgan juda katta baliqning vaznini his qiladi. Chol qalin baliq ovlash ipini tortib olishga harakat qiladi, ammo u muvaffaqiyatga erishmaydi. Katta va kuchli baliq u bilan birga yengil qayiqni tortib keladi. Chol uning yonida bola yo'qligidan afsuslanadi. Santyago baliq bilan olishayotganida Manolin boshqa qarmoqlardan o'lja olib turishi mumkin edi. Oradan taxminan 4 soat o'tdi. Oqshom yaqinlashmoqda. Cholning qo'llari tilinib ketgan. Baliq ovlash ipini orqasidan tashlaydi va uning ostiga qop qo'yadi. Endi Santyago qayiq tomon suyanib biroz dam olishmaydi. Qarilikda odam yolg'iz qolishi mumkin emas, ammo bu muqarrar. Tun. Baliq qayiqni qirg'oqdan uzoqroqqa tortadi. Chol charchagan, lekin baliq haqidagi o'ylar uni birin lahza tark. Ba'zan u unga achinadi. Katta, kuchli va keksa baliq chol yashash uchun o'lishi kerak. Santyago baliq bilan gaplashmoqda. Men o'lganimcha sendan ajralmayman.